Shifo shafron ishlatish bo'yicha qaranglar. Mana shifo shafronlar 5 oy dam solingan. Bu qog'ozni ikkitasini 5 litr suvga solasiz. Solgandan keyin 1,5 soatdan keyin ichasiz. U suvni qaynatsangiz ham bo'ladi. U suv bilan kompot qilasizmi, sho'rva qilasizmi, choy qilasizmi, farqi yo'q. İçsiz bo'ldi, ishlatsangiz bo'ldi. Keyin bu suvlarning kuchi uchib ketmaydi, hani ochiq qo'pol ochiq tursa uchib ketadi. Unaqa narsa yo'q. Bu Qur'on bu. Tushundinglar-a? Buni ichasizlar. Qanchalik ko'p ichsa, shunchalik yaxshi. Ko'pincha odam sehr yediradi. Oshqodan sehr turadi. Ba'zi domlalar bor, bir paqir 3 litr suvlar berdi, ichib qayt qiling dedi. Bu вообще noto'g'ri. Sehrni искусственный chiqara olmaysiz. Sehr o'zi chiqish kerak. Shuning uchun efir paytlarida eshitganingiz yoki shafron eshitganingiz ko'ningiz aynidimi, qo'lingiz bilan yordam berib qo'yishingiz mumkin. Lekin o'zingiz ataylatib ko'ni aynitishlik bu oshqozoningizni yomon qiladi. Unaqa qilmanglar, bo'lmaydi. Bu oshqozonga ziyon bo'ladi. Tushundinglar-a?